Mana bu tuvakda o'sib turgan gul emas. Bu butadoshlar oilasiga kiradigan meva. Hozir nomini aytsam taniysiz. Bizning tilimizda ham ko'p uchrayapti keyingi paytlarda. Bozorlarimizga ham kirib keldi uni mevasi. Bu golubika. Asosan sovuqroq o'lkalarda, shimolroq o'lkalarda o'sadi. Lekin bizning dehqonlarimiz, bizning mirishkorlarimiz, katta tajribaga ega bo'lgan insonlar buni O'zbekistonda ekishni ham yo'lga qo'yapti. Bu, ya'ni Amerikani ko'chati ekan, lekin Turkiyada yetishtirilgan katta daromad beradigan bizneslardan bittasi agar qila olsangiz. Mana mevasini hozir sizga ko'rsataman. Hozir bozorlarimizda sotilyapti. Ya'ni marketlarimizda 1 kilosi 300 mingdan 500 minggacha deyishyapti-da. Mana shu bittagina ko'chat birinchi yil emas, ikkinchi yildan 1 kilo hosil berib boshlaydi bu. Ya'ni ana shu xonadoningizga eksangiz ham yaxshi bir daromad keltiradigan sohaga aylanadi. Lekin mahalliylashtirish biroz qiyinroq kechadigan jarayon ekan. Bu tajriba, bu eksperiment Navoiy viloyatining Karmana tumanida qilinyapti. Zarafshon Golden Group'da qishloq xo'jaligi kompleksi joylashgan. Ana shu kompleks qoshida qilinayotgan ish bu. Hozir biz mana shu ishni boshida turgan Shohruxbek bilan past va balandlar haqida gaplashamiz. Ya'ni qiziq suhbat bo'ladi. Bundan qanday daromad olish, o'zi bu nima, qanday parvarish qilinadi, hamma savollarimizga oydinlik kiritiladi. Shohrux Zarafshon Golden Group jamoasi juda ko'p yangiliklarni mamlakatimizga olib kirgan jamoalardan desa bo'ladi-da. Golubika deb men ko'p eshitganman. O'qiganman, lekin hech qachon o'sib turganini ko'rmaganman. Mamlakatimiz ba'zi hududlarda yetishtirilayotgani haqidagi xabarlarda ham o'qiganman. Xususan Navoiyda ham, ya'ni sizlar qilayotgan ishda ham men o'qigan edim. Endi keling bizga tushuntirib bering, bu qanaqa o'simlik o'zi, qayerda yetishtiriladi, qanday qilib bu O'zbekistonga kelib qolgan, siz qanday parvarish qilyapsiz buni? Qachondan beri mana katta-katta bo'lib qopti? Bizga bir boshdan gapirib beringchi. Bu golubika Rossiya, Ukraina davlatlarida yetishtiriladi. Hozirgi mana shu ko'chatimiz amerikansk ko'chat bo'lib, urug'i Turkiyada yetishtirilgan, o'sha kichkina ko'chatcha bo'lib, bizga o'zini qumi bilan kelgan. Shu yerga biz o'sha vermikulitini, boshqasini qo'yib, o'zini agronomini ham olib kelganmiz Turkiyadan. Mana shunga qarash uchun 2 gektar yer maydoniga 15 ming tup o'sha golubika ko'chatini olib kelganmiz. Biz ko'rib turgan mana shu maydonda demak 15 ming tup bor, 15 ming tup bor ana shu yoqda. Meni savolim nimaga shu paytgacha bizda ekilmagan bu? Shu paytgacha buni mutaxassislari bo'lmagan. Hozir mana agronomiya rivojlanyapti, qishloq xo'jaligi rivojlanyapti. Mutaxassislarni olib kelib, mana shu yerda mahalliylashtirib, o'zimizni ishchilarni ham o'rgatyapmiz shu narsaga. Uni iqlimga moslashtirish, iqlimga moslashtirish qiyin bo'lgan. Baribir o'zini mutaxassis bo'lmasa, tushunish qiyin. Kelingchi mana bu tomonga o'taylikchi. Endi hozir Shohruxbek tomoshabinlarimizga tushunarli bo'lishi uchun endi ko'pchilik biladi ham, bilmaganlarga mana mevasi mana shu kattalikda bo'lar ekan-da. Mana shunaqa bo'ladi. Mana hozir yeb ham ko'ramiz. Ta'mi juda ham xushxo'r. Ta'mini o'xshatish qiyin, lekin juda ham odamga yoqimli bir maza kirar ekanda. Mana shu bitta ko'chat necha yil yashaydi va qancha hosil beradi? Bu ko'chat 20 yil hosil beradi. Hozir mana shu ko'chatimiz 26-yil may oyida hosil beradi. Birinchi yil 300 gram, keyingi yilda mana 1 kilo, 2 kilo oshib ketaveradi bitta tup ko'chatidan. Keling, mayli tomoshabinlarimiz hisob-kitobni yaxshi ko'radi-da. Ozgina shuni hisob-kitobini qilib bersak-da, mana 15 ming tup ko'chatdan siz birinchi yilda qancha hosil olasiz? 4,5 ming kilo. 300 gramdan bo'lsa 4,5 tonna ya'ni. 4,5 tonna. Bugun bozorda bu narxi qancha? O'rtacha 300 ming so'm kilosi. O'rtacha 300 ming. O'rtacha 300 ming so'm. Baland bo'lishi ham mumkin, past bo'lishi ham mumkin, o'rtacha 300 ming. Bizda deylik marketlarimizda bormi bu? Bor, marketlarda sotadi. Qimmat. Mana shuni o'zim misol uchun 200 gram ham chiqmaydi. 100 gram bo'lsa bor, 50 ming so'm sotadi. 50 ming so'msa, 300 mingdan hisoblaganimizda ham 4,5 tonnangiz qancha bo'ladi? 1 milliard 350 million.
1 milliard 350 million birinchi yil. Birinchi yil. Endi bu 1 kilodan bersa u 15 tonna bo'ladimi? 15 tonna bo'lib ketsa, endi men hozir miyamda raqamlar aylanyapti. Qanchadan oshadi? 10 milliarddan oshadi. 10 milliarddan oshadi bu. Dahshat degani bu. Endi Shohruh, hozir qiziqadiganlar ko'payadi-da. Buni ko'chatini izlaganlar qayerdan topadi? Buni ko'chatini biza mana shuni o'zini mahalliylashtirgandan keyin o'zini o'sha nimasidan payvand qilib beramiz. Lekin u unchalik hosil bermaydi. Lekin baribir Turkiyadan o'zini ektirib olib kelgan yaxshi. O'zimizda qandaydir ko'chatchiliklarni yo'lga qo'ysak bo'lmaydi-ku. Masalan, Zarafshon Golden Grove, masalan, pomidorni ham hozir ko'chatigacha o'zi yetishtirsa kerak nazarimda. O'zimiz yetishtiramiz. Ko'chatchilikda boshida olib kelgansiz qayerdan? Shunaqa. Buni ham niyat qilib o'tiribmiz. Buni ham endi keyinchalik ko'ramiz, bir sinov sifatida bir ko'ramiz agronomlar bilan qanaqa hosil beradi. Shunga qarab keyin taklif beramiz. Keyingi nasllari qanday beradi? Keyingi nasllari qanday beradi? Lekin baribir qilsa bo'lar ekan-ku. Qilsa bo'ladi, ha. Parvarish qanaqa? Qishda sovuq urmaydimi, yozda issiq urmaydimi buni? Qishda sovuqqa chidamli, -35 gradusga chidamli. Demak, ko'chada qolsa ham istarsa qilmaydi. Yo'q, hech nima qilmaydi. Yozda mana ustidan setka o'tib turamiz. Endi bizani issig'imiz quruq issiq, quyosh urib ketadi. Anomal. Namlik yo'qda, anomal issiq. O'sha uchun yozda setka o'rab qo'yamiz. Buni tuprog'i qanaqa tuproq? Bu tuproq o'sha vermikulit, kokosovый strujka o'sha hammasi qo'shilgan. Mana bu tomchilatib, xuddi bemorga kapelnitsa tomchi dori ulab qo'yganda ulab qo'yadi. Shunaqa tomchilatib sug'orish. Mana bu yerni o'qiychi qarang. Bu Turkiyadan kelgan dedingiz-a? Maviy yemish deb nomlanar ekan va patriot degan nomi shunaqa ekan. Patriot. Patriot. Maviy yemish deylar ekan golubika. Biz nima deb tarjima qilsak buni o'zbekchasiga? Buta meva deyiladi. Chunki bu butadoshlar oilasiga kiradi-da. Butadoshlar oilasiga kiradi. O'sha uchun buta meva deb o'zbekchaga tarjima qilinadi. Bu kattarib ketsa qancha bo'ladi? Kattarib ketsa juda katta bo'lmaydi, kichikroq bo'ladi, lekin yaxshi hosil beradi. Juda katta daraxtga 1,5-2 metr bo'ladi. Demak, hali biz hosil ko'rganimiz yo'q bundan-a, bu yil nishona beradi. Xudo xolasa, bu yil beradi. Men aytayotganim shuki, bugun davlatimiz rahbari mana tomorqachilikni rivojlantirish bo'yicha juda ko'p chora-tadbirlar ko'ryapti-da. Tajribalar qildik, masalan, Sayxunobod tajribasi. Ya'ni odamlar xonadonida tomorqasidan foydalanib, bir rizq topsa, kambag'allikdan chiqsa. Bu ham yaxshi vosita ekan-da. Masalan, uyida deylik 100 tupdir, eka olsa 1000 tupdir, masalan, ekish imkoni bo'lgan odam yaxshi daromad qilsa bo'lar ekanda. Faqat uni tartib qoidasini o'rgatish kerak ekan, sizga o'xshagan. O'rgatish kerak. Mutaxassislar. Xudo xolasa kelajakda shu o'rgatishni ham yo'lga qo'yamiz. Endi bu meva haqida gaplashib bo'ldik. Sizda bu yerda katta issiqxonangiz bor. Pomidor, yana nimalar bor bu yerda? Pomidor mahsulotlari yetishtiramiz, cheri, klubnika mahsulotlari yetishtiramiz. Qulupnay. Kelajakda yana ekopark. Ya'ni mana shu yerda necha gektar joy o'zlashtirilgan? Bu yoqda 4 gektar, hozir 2 gektarga ekkanmiz, kelajakda yana 2 gektarga golubika ekamiz. Mana bu yoqda yana 4 gektar yer bor bu yoqda. O'zi 1,5 gektarga ekobog' tashkillashtirganmiz. 30 sotixlik issiqxonamiz bor. Bu yoqda 10 gektarlik issiqxonamiz, pomidor mahsulotlari yetishtiriladi bu yoqda ham. Bu yoqda yana 3 gektar alohida pomidor mahsuloti yetishtiriladi, 1 gektarga qulupnay yetishtiriladi. Qarang, buni parvarishi qanaqa? Bu chopiq qil, bir narsa qil degan narsa yo'q-a bunda? Yo'q, bu faqat o'sha o'zini dorilari bor, o'zini vitaminlari bor, o'shalarni berib, suv tomchilatib sug'orish faqat shunaqa. Endi 20 yil mana shu bir tuproqda yashamasa kerak, o'zgartiriladimi yo shunda yashayveradimi? Bu endi vaqt soati bilan o'zi o'zgartiriladi, qarab turiladi. Baribir tomir kengayadi, kattalashadi, tuvak almashtirib borilaveradi. Eksperiment qilib ko'rdingizmi? Biz tuproqqa ekib bo'ladimi, yo'qmi? Yo'q, biz tuproqqa ekib bo'lmaydi, biz analiz qilib ko'rganmiz. O'sha uchun mana shunaqa tuvaklar olganmiz, shu tuvaklarda ekyapmiz. Yuring, bizga endi mana shu ekopark loyihasini, mana bu issiqxonalarni ham bir ko'raylik. Issiqxona ham oynavand issiqxona. Shunaqa. Nimasi afzal buni? Buni afzallik tomoni quyosh nurini yaxshi o'tkazadi, meva 70-80% ga yaxshi hosil beradi, ta'miga ham effekti yaxshi. Bu eksportga talabchan. Keling, mana shuni 100 ta eksak, qancha joy olar ekan, 100 ta tuvagimiz? 100 ta tuvagimiz shu 10 sotiq joy oladi. 10 sotiq joy oladi. 100 ta tuvagimiz 10 sotiq joy olsa, 10 sotiq tomorqasi bor odam eksa, 100 tasi 1 kilodan hosil bersa ham 100 kilo bo'ladimi? Shunaqa. 100 kilosi 300 ming so'mdan qancha bo'ladi?
30 million? 30 million. 30 million. Bu ham yaxshi daromad ekan. To'g'ri, odam bir narsani parvarish qilib boshlagandan keyin uni foyda ziyonini, ya'ni inson salomatligiga foydalari haqida ham o'qiydi, o'rganadi-da. Bu meva juda xushxo'r ekan. Ya'ni yeganda odam maza qilar ekan. Lekin uni salomatlikka foydalari ham bormi? Juda katta foydasi bor. Ko'z kasalliklari, davleniya, qon bosimi deydi, sahar deydi. Mana shularga foydasi bor. Qonni ko'paytiradi, qoni kamlani. Ha, men ham esladim. Bir hamkasbimiz, achki taqadigan hamkasbimiz golubika ko'zni ravshanlashtiradi deb o'shaligi Toshkentdagi korzinkalardan qidirib yurardi-da. Ha, qarang qanday foydalari ko'p ekan. Sahar deganingizga, ya'ni qandli diabet kasalligi hozir yeb ko'rdim, haqiqatan ham tarkibida saxaroza deymiz-ku. Shirinligi yuqori emas, lekin yoqimli-da. Ketdik. Shohruxbek Zarafshon Golden Group haqida juda ko'p gapirganmiz. Nafaqat biz, butun mamlakat biladi buni. Uni qurilish sohasida qilayotgan ishlarini, qishloq xo'jaligi sohasida qilayotgan innovatsiyalar, know-howlarni mamlakatimizda juda yaxshi bilishadi. Mana hosillar ham o'zi gapirib turibdi. Mana pomidori, bodring mana shu yerda yetishtiriladi. Hozir ham mana ko'rib turibmiz, gektar pomidorlar hosiliga kirib turibdi. Bizga qizig'i yangi loyiha. Chunki men Buxoroda bo'lganimda Varnet korxonasi shunaqangi go'zal issiqxona qilgan, menimcha dunyoda ham analogi bo'lmasa kerak. Ya'ni issiqxonaga kirganingizda bir rohat olib chiqasizda. Juda bir go'zal manzara. U yerda bir turistik maskanga aylangan. Butun mamlakatdan mehmonlar keladigan bir joyga aylanibdi. Men navoiyliklarga shunday desam, bizniki undan ham zo'r bo'ladi, deyapti. Kelingchi, shu zo'r bo'ladigan g'oyanimizga tushuntirib bering, ko'rsating. Mana hozir maketini qilganmiz. Ularda 70 sotixga qilingan, bizaniki 2 gektar yer maydoniga qilinadi. Joylari tayyorlab qo'yilgan, maketi, garden cafe, o'sha ekopark bo'ladi. Bu yoqda o'sha milliy taom, fast foodlarmi, kafeteriya hammasi bo'ladi. Bu yoqda parkovkalar, o'zini o'sha bolalar uchun o'yingohlari bo'ladi. Mana ko'rsatilgan. Lekin shakli xuddi issiqxonadek bo'ladi. Issiqxonada, xuddi ana shunaqa shaklda bo'ladi, issiqxonada bo'ladi. Keling, bir boshdan tushuntiraylik. Mana bu yo'l, asosiy yo'l, bu qaysi yo'l edi o'zi bu? M37. Ya'ni bu xalqaro toifadagi yo'l hisoblanadi. Xalqaro toifadagi yo'l. Mana bu markazning qaysi tomonida u asosiy yo'l? Mana qarang, biza hozir mana bu yoqdan issiqxona, biza turgan joy. Issiqxonani bu yog'i, biza bu tarafda, chap tarafda bo'ladi. Navoiydan Samarqand, Buxoro qarab yurishda yo'lni bu yog'ida. Yo'lni bo'yida deyotganim, u shu men aytayotgan Varnet ham yo'lni bo'yida qilganda. Yo'lni bo'yida bo'ladi. Yo'lni bo'yida bo'lgani uchun keldi-ketdi uchun ham qulaydi, lokatsiyasi ham qulay joylashganda. Hozir ichkarini ko'ra olmaymizmi? Bu yerda brendlar ham bo'ladi menimcha. Brendlar ham KFC bo'ladi, McDonald's bo'ladi, boshqa hamma brendlarni ishga keltiramiz. Milliy taomlar bo'ladi, xalqaro magistral bu yoqdan juda ko'p Yevropadan keladigan tirlar ham o'tadi. Tirlar uchun ham o'sha joy qilinadi. O'zimizning milliy taomlarimizdan to'xtab, dam olib, ovqatlanib, hordiq chiqarib ketishlari uchun. Loyihaning qiymati qancha? Loyihaning qiymati $4 million. Qancha ish o'rni yaratiladi mana shu? 100 ga yaqin ish o'rni yaratiladi. Katta joy, chunki bu yoqda ichida o'simliklar bo'ladi, har xil subtropik daraxtlar ekamiz. Kichkina shaharchida. Buxoro ketadiganlar uchun ham, Buxorodan qaytadigan uchun ham bemalol to'xtab, parkovkasiga bir oyoq ilib, dam olib, ovqatlanib o'tadigan joy. Dam olib ketadigan joy. Men o'zi asl surxondaryolikman. Surxondaryoga borib kelguncha, ishonasizmi? 20-30 yildan beri shu yo'lda qatnasam, rohatlanib odam dam oladigan bir ovqatlanadigan shoxobcha yo'q-da. Shu afsus qilaman ba'zida bor-ku, ovqatini yeb, deylik, zaharlangan paytlarimiz ham bo'lgan, qo'pol qilib aytganda-da. Ya'ni yo'l bo'yi xizmat ko'rsatish bizda juda a'lo emas. Hozir aytyapsiz, katta yuk avtomashinalari to'xtab ketadigan. Mana xorijda ko'rganmiz-da. Hatto men Amerikada ko'rganman, dush bor, ya'ni yuvinadigan xonalari bor-da. Ya'ni uzoq yo'lga qatnaydigan trak haydovchilari to'xtab, shu yerda bemalol yuvinib, bir kecha dam olib, to'xtab ketadigan sharoit qilingan-da bu. Juda ham qulay. Bizda bu narsalar o'zi bor. Mana mehmonxona yo'lda mehmonxonamiz bor. Orqa tarafda tirk park bor. Bemalol tirk parkda kelib, dam olib, saunasi bor, dush qilib chiqadi. Amerikani shu yerga keltirib qo'yganmiz o'zi. Qarang, bunaqa loyiha o'zi dunyo amaliyotida bormi masalan? Rivojlangan davlatlar qiladimi buni? Buni Gollandiya qilgan bo'lishi mumkin.
Turkiyada ham men ko'rmaganman. Qishloq xo'jaligi bo'yicha men shuncha paytdan beri ishlab yurgan bo'lsam, qaysi davlatlarni ko'rgan bo'lsam, shu ular bilan suhbat qilamiz. Turkiya yaxshi, misol uchun qishloq xo'jaligi bo'yicha Gollandiya birinchi o'rinda. Lekin ana shu Turkiyada ham men bunaqa loyiha ko'rmaganman. Endi qarang, loyiha qachon qurilishlari boshlanadi, qachon nihoyasiga yetadi? Loyiha ishlari hozir mana sentyabr oyida boshlandi. 2026 oxirigacha bitkazish niyatimiz bor. Bu yerda bolalar o'yingohlari, attraksionlar, yana nimalardir bo'ladimi? Bolalar o'yingohlari bo'ladi, attraksionlar bo'ladi, konsertlar bo'ladi. O'rtasida ko'l ham bor ekan, a? Ko'l bo'ladi, fontanlar bor, mana fontanlar bo'ladi. Ustida shisha qilinadi. Tayida oyoq ustidan baliqlar yuradi. Ana. Mana qarang, yana men Buxoroni maqtashga majbur bo'laman, chunki ko'rganimda odam tabiatga uyg'unligini, uni bir bo'lagi ekanini his qiladigan joyga aylanganda. Chunki tepangda gullar o'sib turibdi. Bu yoqda qushlar, hatto kichik zooparkchasi ham bor ekanda. Ya'ni bolalar uchun qiziq bo'lgan bir manzilga aylanganda, maza qildik ochig'i bor. Men istayman, bu yer undan ham chiroyli bo'ladi, o'z loyihasini ko'rib turibman. Undan ham yaxshi bo'ladi, juda qiziqarli, o'ynaydigan fontanlar, daraxtlar bor, bemalol o'sha kelib daraxtdan mevasidan tanovul qilib, o'zi bilan olib ketishi mumkin. Qani mana tropik, subtropik mevalar bo'ladi deyapsiz. Bananni daraxtdan uzib yesak, mandarinni olib yesak, mandarin, kivi, boshqa hamma mevalar bo'ladi bu yoqda. Ya'ni biz shubha qilmaymiz, bu jamoa mamlakatda eng ulkan inshootlarni qurgan, katta loyihalarni amalga oshirgan va amalga oshirib kelyapti va quruvchi sifatida xalqimizni ham ishonchini qozongan. Nasib bo'lsa bu loyiha bilan ham ana shu ishonch qozoniladi va yuz yorug' bo'ladi. Endi bu Shohruh, men katta tadbirkorlarga bir beradigan savolim bor. Endi tadbirkor har doim daromadni ko'zlaydi. Bu loyiha ko'proq daromad uchun qilinyaptimi yoki boshqa bir maqsadi ham bormi? Hamma tadbirkor ham daromadni ko'zlaydi. Hamma tadbirkorga ham daromad kerak, lekin bu turizmni rivojlantirish maqsadida qilinadi. Chet eldan keladigan sayyohlar kelib mana shu yerda ko'rib, aylanib, dam olib, mana mehmonxonamiz bor, mehmonxonada dam olib, issiqxonalarimizni ko'rib, aylanib ketish uchun qilinadigan maskan. Bunday joylar bizga kerakligini, zarurligini men qayerda his qilaman, bilasizmi? Bugun Zominga borasizmi? Mirakiga borasizmi? Langarga borasizmi? Deylik, Bo'stonliq tumanlariga borasizmi? Ayniqsa yoz oylarida bizda turizmning mavsumi ham qolmadi. Yoz deysizmi, qish deysizmi? Odam yorib yurib bo'lmaydigan bir holatni ko'raman-da men. Mana shu Zominning ko'prigiga borasizmi? Surxondaryoning Sarasiyosining Xonjizasida ham, ya'ni Sangardakda ham bugun odam topasizda. Bu nimadan darak? Davlat rahbari boshlagan siyosat, islohot odamlarni farovonlikka yetaklashni mahsuli deb bilaman men buni. Chunki puli bor odam sayohatga chiqadi. Halovati bor odam bunday narsalarga ehtiyoj sezadi-da. Ya'ni odamlar demak turmushi o'zgaryapti, hayoti o'zgaryapti. Bu qilinayotgan ishlar, haligi bozor iqtisodiyotida tushuncha bor-ku, talabga qarab taklif shakllanadi, taklif bilan talab yaraladi. Demak, odamlarda ehtiyoj borki, siz buni qilyapsiz. Shunaqa. Ana shunday hayotimiz farovon bo'laversin. Bu loyihani qilishdan maqsad Navoiy viloyatida turizmni rivojlantirish. To'g'ri, foydani o'ylaydi, lekin asosiy maqsad turizmni rivojlantirish. Nimaga deganda Navoiyni hamma industrial zona deb biladi. Lekin tog'imiz ham bor o'zimizni ko'limiz ham bor, o'zimizni cho'limiz ham bor, bog'imiz ham bor. Bu imkoniyatni ishga solish kerak. Shu imkoniyatni ishga solish kerak mana. Shu uchun mana shu loyiha qilinyapti. Eng muhimi bugun men viloyat hokimini, davlat rahbariga aytgan gapini yaxshi eslayman va bu gap shunchaki aytilmaganini ham kelib his qilyapman Navoiyga. Ya'ni Navoiy kambag'allikdan xoli hududga aylanishi bo'yicha juda katta ishlar ketyapti. O'z mamlakatimizda eng kambag'allik past ko'rsatkichi Navoiyda. Chunki buni asoslari bor. Navoiy siz aytgandek mamlakatning oltin javohir xazinasi bu. Mamlakatda eng katta soliq to'lovchilari Navoiyda joylashgan va eng muhimi Navoiyliklarda barqaror ish haqi oladigan joyi bor. Shuning uchun Navoiyda uy-joy sotish ham oson, Navoiyda biznes qilish ham oson. Ya'ni odamlarda puli bor-da. Shuning uchun boshqa tadbirkorlarni ham Navoiyga chaqirib qolish kerak o'zi aslida. Ishlaganga yarasha dam olish ham kerak-da. Xuddi shunday. Chetga boravermaydi-ku. Mana o'zimizga keladi, dam oladi, hordiq chiqaradi, farzandi uchun ham, ota-onasi uchun ham, o'zi uchun ham hamma sharoit bo'ladi. Shohruh, sizga ajoyib suhbat uchun rahmat deymiz. Suhbatimizni Golubikadan boshlagan edik. Haqiqatan ham bu jamoa eksperimental loyihalarni birinchi bo'lib tatbiq qilib ko'radigan. Chunki mamlakatdagi birinchi quruvchilar ham o'zi aslida shular-da. Tavakkalchilikka qo'l uradigan tadbirkorlik bilan shug'ullanadi va oqibati ham yaxshi bo'ladi. Aslida bu ham bir tavakkalchilik desa bo'ladi. Oqibatini xayrli qilsin. Salomat bo'ling.